Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Islom va biz programmamizning 32-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yilqin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammaga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamiz boshlanib bugun kungacha har haftada shu soatlarda naq maydonda bo'lib o'tamiz. Oldi bilan programmaga yana yarim soat kechikib qoldik. Kechirim so'raymiz. Texnik masala tufayli. İslamimizda naiti kengri tafsili ochiq tushunilishi kerak bo'lgan masalalarni har bo'limda maxsus ayrim bir mavzuda to'xtalib kelyapmiz. Bugun ham shuni davomlashtiramiz. Programmamizning doimiy mehmoni hammalar tanishib bo'lgan hurmatli ustad Abdurahmon Jamol Kashig'alini taklif qildik. Sharq Turkiston ulamolar birligi a'zosi shunaqla dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi. Ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bugungi bosh temamizni biz mustamlikini qabul qilish xarakteri qanday yetilgan, qanday bo'ladi, buning alomatlari nima, buningga qarshi turishning yo'llari qanday degandek mavzularga to'xtalamiz. Programmamiz naq maydonda taqdim etdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerlar orqali har qanday fikr, taklif, savollar bo'lsa yo'llashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizni manfaatlanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Xo'sh, ustad programmani boshlasak, bugun hamda mustamlikini qabul qilish xarakteri dedik. Bu hukmiyan bu so'z nima degan gap? Buni boshlab kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Bizga iymon va aql ato qilgan Janob Alloh ham sana bo'lsin. İnsaniyatga hidoyat elib kelgan payg'ambarimizga duo salomlar bo'lsin. Maqsad kelsak, mustamlikini qabul qilish xarakteri degan nima degan bu savolga javoban deymizki, mustamlikiga yo'liqqan, mustamlika demak tajovuzchilik. Ya'ni bir hozirgi da'vo sohasida ishlatilayotgan til tajovuzchilik. Mustamlika yoki tajovuzchilik kuch qilgan har qanday bir millatning ichidan mustamlikini qabul qilish xarakteriga duch kelgan yoki mustamlikini qabul qilish psixikasini o'ziga o'zlashtirib olgan bir turkum odamlar har zamon tepilib turdi. Nima uchun degan vaqtida? Chunki mustamlik qilish bilan mustamlikini qabul qilish xarakteri qo'shkizak hisoblanadi. Ya'ni tajovuzchilik yuz bergan bir millatda yoki mustamlika holat yuz bergan bir millatda cho'qim u millatning ichidan tajovuzchilar bilan hamkorlashishni, uning xizmat qilishni ya uning bilan chiqishib yashashni xohlaydigan bir turkum odam cho'qim chiqamdi chiqadi. Chunki tajovuz dushman mushundaq ideyadik odamlarni shakllantirishga harakat qilamiz, harakat qil. Bu vajidan mustamlik qilish bilan mustamlikni qabul qilish xarakteri qo'shkizak deganimiz shu. Endi bu yerda mustamlik qilish xatarlikmi yoki mustamlikni qabul qilish xarakteri xatarlikmi degan bir savol tushun. Meniki tushanchamda mustamlikni qabul qilish xarakteri yoki mustamlikni yomon ko'rmaslik xarakteri tajovuz qilganlikdan og'ir deb qarang. Chunki tajovuz yuz bergan vaqtida yoki bir millat besib olgan vaqtida uning xarakteri buzilmagan bo'lsa, darhol uningga qarshi inkos bildiradi. Qarshi jang maydoniga aytilinadi. Musulmon bo'lsa iymonning taqozosi bo'yicha cho'qim ayol jihatga atlanadi. Endi bu xil ruh bo'lmay qolib qolsa, jihat qilgan yoki dushman qarshi turadigan yoki o'zining qarshilik maydonini ifodalaydigan ruh bo'lmay qolib qolsa, buni nima deb ataymizsa, mustamlikini qabul qilish xarakteri deymiz. Shunga bu yerda ma xarakter singib qolsa, dushmanga qarshi turish yoki o'zining mas'uliyat tuyg'usini his qilolmaslik kesali shakllan. Xo'sh. Endi mustamlikini qabul qilish psixikasini qisqish tunishtirsak, bu nima degan gap desa, mustamlikini yoki tajovuzchilikni qabul qilish xarakteri degan gap, ya tajovuz dushmanga qarshi turish ro'yiga ega bo'lmaslik, yoki tajovuz dushmanni e'tirof qilib, uning to'liq bo'ysunish. Ya'ni bo'g'liq bo'ldi. Bizning taqdirimiz mush ekan, mush Xitoy bilan yashamay bizning amalimiz yo'q deganga o'xshash. Yoki bo'lmagan bo'lsa,
mustamlikchi yoki tajovuzdan chiqishib yashash falsafasini ko'tarib chiqish. Masalan, Xitoyning tashabbus qilayotgani sen bilan biz qarindosh, sen bilan biz bir chiqishib yashayli, tuqqan bo'layli deydi. Buni qabul qilish. Yoki bo'lmay qolib qolsa, tajovuzchi dushmanni putquli olab, aqli olab, g'altis olab, dushmanga vakolatan uning butun siyosatlarini ijro qilib berish. Mush to'rt turlikning qaysi bir nuqtadan atsak, buni mustamlikni qabul qilish psixikasi deymiz. To'rt omilninki yoki to'rt shaklning qaysi biri tepilib qolib qolsa, bu xalqda yoki bu jamoatda yoki bu shaxslarda mustamlikni qabul qilish psixikasi tepilamdi bo'lsa, tepildi. Bu mustamlikni qabul qilish psixikasi yoki kasali yoki kirzisi nereden kelib chiqadi? Bu siyosiy kasal bo'lsa, bir taraf chetishlar to'g'ri. İqtisodiy kasal bo'lsa, yo'q, lekin bir tarafchisi. Buning tagi manbasi psixik kasali bu. Mustamlikni qabul qilish insonlik nafsiy kasal, psixik kasalligi. Bu psixik kasallikning ko'rinishlari nereden bo'ladi yoki ko'rinish alomatlari nima desa, birinchi bo'lib aqida ruhining sustligida shakllanadi. Aqida bormiz, aqida bor xalqimizda. İmanның asasında köpün sağlam, lekin ruhsiz, o'lik, zulmga, tajovuzchilikqa, mustamlikka qarshi turish ruhiga egamiz. Nafsiy kasal deganimiz. Yoki bo'lmay qolib qolsa, vatan millat sevgisining ojizligidan bu psixik kasalligini bilib olgan bo'ldi. Yoki bo'lmay qolib qolsa, siyosiy ong ve devletçilik ufkumununki tövelliginden bilip algan oldu. Siyasi an yok, devlet ufkumu yok, millet ufkumu yok. Bundan bilip algan. Mesela bir misal alsak, köplegen qarindoshlarimiz shunday bo'lishi mumkin. Men ma'lum bir yeshim kelgicha bizning davlatimizda Sharq Turkiston ekanligini bilmaydi. Hatto bayrog'imizning ko'k ranglik ekanligini yoki havrang deb ataydi, uni ham bilmaydi. Ma'lum yosh kelgandan keyin bir narsalarni ko'rish orqali bildim. Xo'sh. Demak, siyosiy ong bo'lmasa, ish mushida o'xshaydi deb ketaver. Yoki bo'lmay qolib qolsa, to'rtinchidan kundalik shaxsiy turmush va oila hayoti bilan bo'lib ketib, kimlik masalasi, qimmat qarash masalasi, vatan millat qarta majburiyat bilan kar olmaslikda ifodalandi. Man nafsiy kasalligi ko'rinishlari 4 nuqta. Endi bizdan musulmon turib, Xitoylar selishtuqa vaqtida Alloh taologa yaqin bir insonlar turib, Xitoylarning tajovuzchiligi yoki mustamlika ostiga tushib qolishining sababi nereden keldi degan savol chiqadi. Bu savolning javobi bizdagi musulmon bo'lsak-ku, mustamlikni qabul qilish psixikasidan iborat asosiy kasallikda shakllangan. Bizning Xitoylar mustamlik tushib qolishimizdagi asosiy sababi bizdagi mustamlikni qabul qilish xarakterida shakllangan. Chunki Xitoylar bizni besilishdan ilgari, mayli burun bo'lsin, mayli keyin bo'lsin, bizda Xitoyga o'xshash yoki Xitoydan boshqa bo'lamdi, tajovuz kelib qolsa, mayli uni qabul qilamiz, mayli uni bilan chiqishib yashaymiz deydigan bir psixika biz shakllanib bo'lgan. Ko'p sonliqdami? Ko'p sonliqda. Millatning hammasi bo'lmaydi. Ko'p sonliqda. Masalan, misol qilaylik. Qanday bo'lib bizda Xitoy kelishi ilgari mustamlika tajovuzchilikni qabul qilish, uni yomon ko'rmaslik hal shakllanib, buni misolni aytaylik. Masalan, siyosiy ong tuvan bo'lsa, millat. Siyosiy ongga dunyo mushunda boshqarilgan o'xshaydi, davlat mushunda idora qilingan o'xshaydi. Xo'sh. Kimlik va qimmat qarashga sodiq bo'lolmaslik. Kimlikni omillari haqida to'xtaldik, qimmat qarash haqida to'xtaldik ilgari. Bundan sodiq bo'lolmaslik. Manmanchilik va shaxsiyatchilikning avjalishi bir jamiyatda. Bo'linish, parchalanish, dushmanni boshlab kelish bizga o'xshash, ikki qatam takrorlandi ko'rgan bo'ladi. Dushmanda dushman tutanmaslik. Xo'sh. O'zaro bir-birimiz kelgan chog'da kam qo'saq muomala qilolmay yo'lboslik qilish, dushman kelgan chog'da mushuk, o'zimiz kelgan yo'lboslik qilish degan o'xshash. Bu illatlar bizda Alloh burun shakllanib bo'lganmi, shakllanib bo'lmagan. Demak, mush illat
mush sabablar qaysi bir millatda paydo bo'lsa, bu nimani ifoda etsa, men o'zimni idora qila olmaydigan holat keldi. Men o'zimni mustaqil boshqara olmaydigan yer keldim. O'zimning kimligini qo'g'diy olmaydigan holat keldim. Boshqa bir skap qolsa, mayli. Men shuni qabul qilaman, qarshi turmayman deydigan huquqni ko'rsatib qo'yamiz, ko'rsatib. Chunki parchalanish alomatlari, bo'linish alomatlari, prinsipal masalada o'rtaq yo'l tutmaslik alomatlari nimani ko'rsatsa, millatning ojizligini ko'rsatadi. Millat ojizlashgandan keyin nima yuz berdi bu tabiiy holatda? Tajovuzchilik yuz berdi. Bo'laqmi? Bizga o'xshash insonparvarlik tuyg'usi yo'q, marhamat tuyg'usi yo'q, axloqdan xoli, hatto Parvardigorni tonimaydigan. Xo'sh. Bir maxluqlarniki orasida yashagan millat nisbatan tajovuzchilikning yuz berish tariximizdan tortib har zaman aniq bo'lsa aniq. Endi Xitoy tajovuzchilari uzun mezgil bizni bugun qadar dastlab kelgan bo'lsa, buning sababi nimasi? Bizdagi Xo'sh. psixika, ya'ni mustamlikani qabul qilishdan iborat bir xarakterdan biz yetilib qolganligi va o'z ishimizdagi ideya to'qinishdan foydalanib Xitoy mavjudligini hozirgacha isbotlab kelmoqda, saqlab kelmoqda. Shunga xulosalgan vaqtida biz Uyg'urlardagi yoki Sharq Turkistonliklardagi eng cho'ng krizis yoki kasalning manbasi nima desa, mustamlikani qabul qilish xarakteri. Mustamlik bilan chiqishib yashashni qabul qilish xarakteri. Mustamlikka qarshilik bildirish ruhin tadrijiy bo'lgancha zamonning o'tishi bilan uni yo'qotib qo'yish xarakteri. Eng cho'ng kasal manbamishadi. Bizda qarasak, vatanimiz mustamlikiga yoki tajovuzchilik duch kelganda bakrak bizning vatanimiz yashaydigan insonlarda bakrak tajovuzchilik yuz bergan. Vatan Allah bizga omonat qilgan bir jonsiz narsa. Vatanning ustidagi odamlar jonliq bo'lsa, vatan o'zininki mavjudligini saqlay oladi. Vatanning ichida yashaydigan odamning o'zining qimmatini tugashtirsa, rolini yo'qotsa, u vatanning rolini yo'qdir. Demak, bu yerda vatanning qo'ldan ketishi yoki vatanning mustamlik chiqib ketishidan bakrak shu yerda yashaydigan xalqimizda mustamlik tushish kesili ig'irlashib ketgan. Bu sababdan qarasak, Xitoylarning mustamligidan qanday qutulamiz? Mustamlik chiqib qolgan vatanimizni qanday qutuldiramiz degan bu siyosiy ideologiya yoki siyosiy ang kimlar shakllantirib qo'ygan? Avomun nasdan sirt, jamiyatning sarxillari deb atalayotgan bir qism ulamolar bu siyosiy ideologiya Xitoydan zar qutulmasak bo'lmaydi, buningki qutulish chorasi har zaman izlanib tepish lozim deganda bir bo'lak ulamolar bormisi yo'q. Eng için chiqib bo'lgan yer o'da. Elinkendi ko'plagan ziyolilar bu xil ang bormisi uning yo'q. Bir bo'lak ulamolarda va ko'plagan ziyolilarda siyosiy ideologiya Xitoydan qutulish, mustamlikdan qutulish, vatanni ozod qilish iborat. Bu xil siyosiy ang bormisi hozirgacha bu millat shakllanib bo'lmayapti. Endi bu to'g'rida albatta tajovuzchilarning ideyasini qabul qilgan, o'zining aqidasi va milliy kimligidan voz kechishga tayyor ekanligini har vaqt ifodalab turgan, kommunistlar har doim sodiq bo'lish uchun qasam berib, vaziyat topshirib olgan valilar, kadrlar va shuningki chaparmanlardan albatta bu ideya bormi yo'qmi deb uningdan so'z ochqani bo'lmaydi. Mana buni mustamlikani qabul qilish xarakteri degan nuqtadan tushunyapman. Hakikaten bir içinişlik reallıqımız. Hem de şu tecavüzcülükni qabul qilish xarakteri onun asaslık nimesini ancha-muncha so'zlab o'tdilar. Uningki bir qancha turli sabab bo'lganligini, iymonning ojiz bo'lishi, siyosiy tushunchasining to'g'ri bo'lishi degandek. Shu qanday paydo bo'lganligi haqida biraz to'xtab o'tsak. Tajovuzchilar, ya'ni Xitoylar Uyg'ur tadqiqot markazlari vatanimizda va boshqa yerda qurilgan Uyg'ur tadqiqot markazlari, ideya tadqiqot markazlari, ijtimoiy fanlar akademiyasi va shuningga o'xshash markazlar orqali Sharq Turkistonliklarda mustamlikani qabul qilish ideyasini yoritishga har zaman urinib keldi. Ham urinib kelmoqda. Qaraydigan bo'lsak,
bir millatningki mustamlikani qabul qilish ideyasi asosan tövendagi 3 nuqtadan ya 3 xil vasvasadan shakllanadi ekan. Xo'sh. Bu vasvasaning birisi biz bilimsiz shuni hech qila olmaymiz. O'zni Qo'limizdan bir ish kelmaydi. Unda bo'lgan chaqda bu dushman bilan kuchli dushman urushib nima gapdi? Tuxumni tashqi o'g'ini bo'lmas. Ha, ashkab anjaq gapda. Biz bilimsiz tursak, bizda texnika bo'lmasa, oliy avtomat qurollar bo'lmasa degan bu sabab. Ikkinchi vasvasa biz kambag'al. Biz kambag'al bo'lgandan keyin bir ish qila olsak, qiyin olmaydi ekan. Pulimiz olgan bo'lsa, uni sotib olib, buni sotib olib, qiyin bo'ladi. Pul olmagach hech qiyin olmaydi. degan bu sababni ko'rsatganmiz. Uchinchidan bizning vatanimizda Xitoyga o'xshab dunyodagi eng zo'r kuch deb qaralgan Xitoy besib oldi. Shu hozirgi bu sharoitda qaytadan qad ko'tarib tajovuzchilikdan qutulish imkoniyatimiz yo'q deb bahona ko'rsatganmiz. Mush 3 xil illat boshqa millatlarda ham yuz bergan ekan, bizda bu mushkil illatning dal o'zi bor bo'lsa, dal o'zi bor. Masalan, biz o'zimizdagi bilimsizlikni bahona ko'rsatdik, kambag'allikni bahona ko'rsatdik va dushmanniki yoki Xitoylarniki besilishni bahona ko'rsatdik. Mushni biz bu o'rib turaylik, o'zimizdagi insonlik vazifamizni bu dunyo kelishga vazifamizni ado qilsak, eng cho'ng to'sqinlik mushu deb shuni bahona qilib ko'rsatyapmiz. Xo'sh. Halbuki qaraydigan bo'lsa, bizdagi haqiqiy illat ideya kirisi. Kasalning manbasi yuqori shu narsa emas. U qo'shimchisi. Lekin kasalning manbasi biz ideya kirisi. Chunki biz uzundan beri Xitoy tajovuzchilik qarshi turish ruhiga ega bo'lmaganligimiz uchun yuqorqi 3 omilni yoki 3 xil sababni bahona qilib ko'rsatib keldik. Masalan, bilimsiz bo'lgan afg'onlar Rusni qo'g'lab chiqaramiz, qo'g'lab chiqaramiz. Hozir holati ayrim, lekin Rus bilan taqobil tug'ini ayrim. Xo'sh. Chechenlarni misolga olsak, u darajada unchalar yuqori texnika bo'lmasligi mumkin. U darajada unchalar iqtisod bo'lmasligi mumkin. Lekin hozir natija qozonmagan bo'lsa-mu, ammo o'zining mavjudligini isbotlash uchun harakat o'tdimiz o'tdi. Demak, bu yerda ko'rsatilgan bu misol ideyasida qarshi turish, ideyasida zulmdan qutulish, ideyasida mustaqil bo'lish tuyg'usi bo'lmaganligi uchun bu sababni bahona ko'rsatilgan gapki. Bu millatning ko'pincha bor bo'lsa, ko'pincha bor. Ma'qul. Birinchi sabab qarab boqaylik. Bilimsizlik. Bilimsiz qilishimizni tajovuzchilikning ta'siridir. Xitoy bizda bilimsiz qoldi deb ansiz qoldi. To'g'ri bo'lsa to'g'ri. Lekin Xitoyningki ideya ta'sir ostidagi oliy maktablarni putkizgan millionlagan o'quvchilar va millionlagan bilimliklar bormisiz bu vatanimizda? Milliondan oshiq. Bu qanchalar ish qildi? Bilim egisi bo'lsa bilim egisi. Chunki oliy maktab putkazdi. Bir Sharq Turkistonlik o'lisibdi bilan, bir Uyg'ur o'lisibdi bilan qanchalar ish qildi? Xo'sh. Bular o'zining milliy kimligiga vakillik qilgan shakl tarbiyalanadimi, tarbiya ola oldimi yoki Xitoylarningki ideya ta'siriga duch keldimi? Oliy maktab putkazgan nurg'unlagan kishilar jamiyat ijtimoiy ta'sir ko'rsatadi. Bak bilimsizlik, bular bilimlik demdoq, oliy maktab putkazgan bilimlik demamdoq. Demak, bu yerdagi masala bu garchi natija qozonish uchun bilimning bo'lishi birinchi shart bo'lsa-mu? Xo'sh. G'alaba qilish uchun birinchi omil bo'lsa-mu, lekin buni davomli ko'rsatish, bahona ko'rsatish bir o'lchamli qoida emas. Chunki o'qiganlar bo'lsin yoki o'qimaganlar bo'lsin, tajovuzchilik qarshi turishdan iborat bir siyosiy ruh, siyosiy ideologiya ega bo'lmay qolsa, bilimsizlikni bahona ko'rsatgan har yerda bo'lmoqda. Xo'sh. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, zulmga qarshi turish, tayoq yegan bo'lsa, o'qchiga qarshi turish, tajovuzchilik qarshi ruhi, o'qigan bo'lsin, o'qimagan bo'lsin, o shakllangan bo'lsa, u vaqtda bahona sabab qilib buni ko'rsatmagan bo'ladi. Ikkinchi illat kambag'allik qarasak, albatta kambag'allik, biz kambag'al tursak, pul bo'lmasa, nima ish qila oladiq deb buni bahona ko'rsatishning xatarimi yuqorqi bilimsiz degan bu bahonami to'van emas albatta. Chunki oramizdagi boylar va iqtisod kishilar millatimizdagi kambag'allikdan iborat bu krizisni yoki bu qiyinchilikni hal qilishga yetarli darajada kuch chiqadimiz yo'q, kuch chiqamaydi. Bu krizis millatimiz ichidagi imkoniyati va odamning kuch chiqargan bo'lsa, hal bo'lib ketamiz, hal bo'lib ketadi. O'zimizning ichidagi imkoniyati va odamlar kambag'al yetim misollarning holida xabar olmaganlik uchun
bular pul tepish yoki o'zining turmushini qamdash maqsadida bir bo'lakka jasus bo'ldi. Bir bo'lakka xato yo'lga kirib, to'g'ri yo'ldan chetdan chiqib ketdi, masalan, qizlarni misol qilaylik. Bir bo'lakka yana bir xato yo'llarga desa. Agar bularning turmushi normal holat kelgan bo'lsa, iqtisodiy va odamda yo'ligan bo'lsa, bu xil yo'llarga kirmas o'g'aydi. Uning ustiga bizga vali bo'lgan, kadr bo'lganlarni ko'pini chiqarsak, ya otasi bilan dalsa aniq emas, yoki yetimning bolalari, yoki jamiyatda tonilmay qolib qolgan bir odamning bolalari. yoki avloddan avlodga Xitoyga ishlab kelgan. Xitoyga ishlab kelgan. Endi bu zulmga qarshi turolmaslikda ko'rsatilgan 3-bir sabab bor. Biz mustamlikaga uchib qoldik. Mustamlikaga uchib qolgach qo'limiz bog'lanib qoldi, putimiz bog'lanib qoldi, tilimiz bog'lanib qoldi, hech qilolmadik deydi. Bu sabab biz musulmonlarga nisbatan yarashadigan sababimiz, yarashadigan sababimiz. Chunki biz musulmonlar duch kelayotgan mush sabab biz musulmonlar duch kelayotgan ma'naviy ojizlikning ifodasi. Bizga ruhiy ojizlikning ifodasi. Aqidaninki susqi, aqidaning o'lakligining ifodasi. Agar aqid jonliq bo'lgan bo'lsa, bizningki islom falsafasida yoki islom shariatimizda butun olimlarning ittifoqi bilan bir qoida. Bir dushman bir yurtni bosib olsa, o dushmanga qarshi shu yurtdagi barliq musulmonlar er bo'lsin, ayol bo'lib qolsin, bir-birisidan ruxsat so'ramagan holatda qarshi turish farz ayni bo'ladi. Buni necha qatam so'zlab o'tdik, takrorlab o'tdik. Bu aqida mavjud bo'ldimi, qancha birsa odam ijro qildi desa, uni balkim binasi demak ta'sir bo'lishi mumkin. 50% bo'lmasligi mumkin bu aqidaga amal qilish. Yerim bo'lgan bo'lsa bu muhammed. Yerim bo'lgan bo'lsa bitadi. Demak, ma'naviy ojizlik. Ening kendi siyosiy bir ideologiyaga ega bo'lmaslik. Menda shu aqida bo'lsa bo'ldi, iymonim saqlanib qolsa, Xudoga shukr. Aqidaning asosi. Lekin uning qarshi nurg'un masalan marksizm ideyasida, leninizm ideyasida, Mao Zedong ideyasida yana bir ideal chiqdi. Uning qarshi turgan, uning taqobil turadigan kuch az chiqdi. Xo'sh. Yoki uningga norozi bo'lish, yoki uning e'tiroz bildirgan kuch yo'q hisob chiqdi. Hatto bir qism bizning boshqaramiz degan vali kadrlar shu xil ideyani millat musulmon bo'lsa-mi, majbur tamdi bo'lsa tamdi. Bilasiz, o'zi musulmon deb da'vo qildi. O'zining kafir bo'lib ketganligini e'tirof qilgan o'nimida, millat xiyonat, josus qilayotganini e'tirof qilmadi. Ammo shu xil ideyani tangdimizsan. Bunaqa millatda sukut ahvoli ko'rildimiz, ko'raldi. Demak, xulosaga vaqtida bu yerda ko'rsatilgan sabab bilimsizlik, kambag'allik va tajovuzchilik, masalan, dushman bosib olgan bu tajovuz iborat ba'zi sabablar bu aqida ro'yining ojizligidan va ideya krizisining shakllangan ichki omil. Bu yerda ichki omil bor. Birisi tashqi omil, dushmanning bosib olishi, ichki omil nima desa, o'zimizningki vijdonidan yoki o'zimizning ichki dunyosining shakllangan omil. Xo'sh. Bilimsizlikka asli dinimiz farz qilgan. Musulmon bo'lsang birinchi qatim qilgan ishing, eng dastlab sening qilgan ishing fa'landi. Dastlabdan tortib bilish, o'rganish, o'qish. Uni amal qilmadik. Kambag'allik masalasi payg'ambarimiz kambag'allikdan panoh tilayman dedi. Hech qanday bir yordam bermadi. Sharkatga, taraqqiy qilishga, gullanishga uning ko'ngil bo'lmadik. Tajovuzga vaqtda zulm cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, qat'iy uning bosh egmadi. Ummis so'madi. Unga ham amal qilmadik. Demak, bu bizning ruhiy dunyoyimizga kesal. Şunu buni dushmanga atib qo'yish, Xitoyga atib qo'yish u aqlonliq emas. Xitoy ikkinchi sabab, Xitoyni qabul qilish birinchi sabab. Bizda birinchi sabab tirilsa, Xitoyni e'tirof qilmaslik, tajovuzni e'tirof qilmaslik, qat'iy qarshilik iborat bu ruh tirilsa, u ikkinchi sabab yo'q qilamiz, yo'q. Ammo birinchi sabab bizda tirilmay qolib qolsa, ikkinchi sabab davomlab mavjud bo'lib turaveradi. Tabiiy holatda tajovuzchi millatlar o'z besib olgan xalqlarni doim ularning ideyasini bulg'ash orqali sirtqi jihatdan ta'sir ko'rsatib uringanligi shak yo'q. Xo'sh. Ammo mustamlikani yomon ko'rmaslik, mustamlik bilan chiqishib yashash, yoki mustamlik ham bo'lib qanday qilamiz taqdir ekan deb diniga zulm qildigan, diniga badnom atib qo'ygan, tuhmat atib qo'ygan bu xil bir kasallik bor. Bu kasallik sirtqi kasallik emas, bu insonningki ichidan shakllanadigan bir ofat. Bu qanday shakllansa, bu tadqiqot ishg'ollari orqali Xitoylarniki shakllangan bir ofat.
Bu ofat yoki bu xil kasallik insonning sirtqi holatidan shakllanmaydi, sirtqi dunyosiga kelmaydi, balki ichki dunyosidan shakllanadi. Chunki mustamlikani yomon ko'rmaslik, ya'ni Xitoylarni yomon ko'rmaydigan ashunday bir tuyg'u kelib qolish, tajovuzchilar sizib bergan hayot shaklini, ya turmush shaklini qabul qilgan, uningga rozi bo'ldi. Masalan, aqida, mushuklar aqida yazsangi bo'ldi. Namozlarni o'qib, masalan, hozir u yo'qkan burun 5 yil ilgari. Uning tashqi o'tib ketish bo'lmaydi, siyosatga aralashib bo'lmaydi, jamiyat ishlariga aralashib bo'lmaydi, ommaviy ishlarga aralashib bo'lmaydi, alqib ketish bo'lmaydi degan siz berganiga rozi bo'lash. Ular belgilab bergan ideya, kommunizm ideyasi bilan yashash, marksizm ideyasi bilan yashash, dindan voz ketsan, cho'qim bizga kelsan, shunga ko'pligan xalq emas. Sukut qildimiz, hech birimiz qarshi turmagan sukut qildik. Demak, bu narsa nereden kelib chiqyapti bo'lsa, ichki dunyosidan shakllanyapti inson. Ichki dunyosini paydo bo'ladi. Ichki dunyosidagi bu xil illat, ya'ni mustamlikalardan chiqib yashay oladigan, uni yomon ko'rmaydigan holat shakllanganlik uchun sirtqi tajovuzchilik taxmi kundan kunga u taraqqiy qilyapti. Masalan, misol qilaylik. Ya'ni ikki xil illat bor. Sirtqi illat Xitoyning tajovuz qilishi, ichki illat ma'naviy ruhningki pasif holatga tushib qolishi yoki tajovuzchini yomon ko'rmaslik. Misol olaylik. Masalan, tajovuz Xitoylarni madaniyatlik deb qarash. Xitoyda madaniyat bormi, madaniyat mavjudmas. Lekin bir bo'lik yoshlar madaniyatlik deb bo'lsa madaniyatlik. Hatto bir bo'lik mush diniy sohada o'qilinib bo'lsa Xitoy madaniyati chiqib ketdi, taraqqiy qilib ketdi. Faqat qurilishni madaniyatni o'lchami qilib olgan uchun kallash shunchalik o'g'irlash. Buning ta'siri esa ichki jihatdan Xitoyning ustun ekanligini e'tirof qildi. Xitoylarning aqidamiz va qimmat qarashimizni zid qiladigan kommunist ideyalarni qabul qilish. Mush partiya a'zosi bo'lgan, kadrlik bo'lgan, yana bir komitetlarga rais bo'lgan ko'pinchisi kommunistlarning ideyasini qabul qilmayman. Diniga ishonmayman, diniga amal qilmayman, namoz o'qimayman deb qasam beraman. Qabul qildim. O'zining ichidan mansab uchun, huquq uchun qabul qildi. O'zining ichidan chiqyapti. U sirtqi jihatdan basim qilmaymiz, niyatga turma deyapti, yoki xizmatga ishonmaydi. O'zininki yana mavjudligini saqlab qoladi. Keyin Xitoylarning Uyg'urlarni bostirish siyosatlari bor. Masalan, tug'ut deydi, boshda tasdiqlagan cho'nglardan tortib. Uningdan bosh to'xtamay chiqib turyapti. 3 xil kuchdi, oxiri 6 xil kuchdi, yana bir deb oxiri hamma narsa jinoyat qildi. Mushni ijro qilayotganlar Xitoylarning Uyg'urlarni bostirish siyosatini. Buning bashida saqchisi va Uyg'urlar uchun, buning uchun valisi va kadri va qalamkashlari va dallollar va shpionlar. Ba'mudsi. Nima uchun ashni qilyapti? Buning ichidan mushni narsani qabul qilish. Ya'ni, masalan, diniy saat o'qilib beshimizdan og'irtdi, mushul jimottag'an bo'lsa bo'lmaydi deb masalan dastlab tayoqni o'limalarga va diniy saatligiga qaratdi ishnash. Buningga ziyoli bilirmanlarimiz chataq zodi mushuk o'yladi deb sukut qildi. Diniy saatga o'limalarni, ya'ni siyosiy ideologik kuchli bo'lgan Xitoy bilan billa hech qanday yashag'un olmaydi. Bu imom bilan kufrning orasida to'qinish, zulm bilan mazlumlar to'qinish hech qanday ekanligini bilmaydigan o'limalarimizni turmag'atdi. Qalamkashlar sukut qildi. Navbat ikkinchisi o'nan keldi. 3-qatimda baylar keldi. Yoki boyaq buran keldimi? Demak, oq kalonining beshig'i keldi, qora kalonining beshig'i keldi. Amaliyat ba'mudisi bormish. Endi Xitoylarning Uyg'urlarning kimlik omillari hujum qilish siyosatini jinoyat deb qarayapmiz millatimiz uchun. Masalan, hozir keltirgan masalan, aqidamizga hujum qildi. Bu millatning aqlsiz hujum qilganlik siyosiy jinoyat bo'ldi deb buni kadrlama demaklik chugul tasdiqlagan bo'lg'achqa qalamkash bir bo'lib dallollar unga xizmat qiladilar. Yana bir bo'lib chaparman bo'ladiq. Masalan, tilimizga tilimiz hujum qilgan vaqtida endi hech qaysi bo'lanmay, endi chiqmasak bo'lmaydi. Qimmat qarashimiz to'xtamay hujum qildi, unga sukut qildi. Siyosiy ideologimiz burundan tortib uni yo'qitish o'rnida unga sukut qildi, jinoyat deb qarayman. Faqat tilga kelgan vaqtida endi bo'lmaydi deb chiqdi. Ening oldidagi boshqa milliy kimlikninki ilgari to'xtalgan 8-9 yillik omilniki boshqasiga kelgan jim turadi. Shuningmi chiqqanlar sanoqliki? Masalan, til masalasimi? Endi Xitoylar bilan normal to'y qila oladigan holat. Bu yaqin qilsa zulm bo'lgan bo'lsa, yaqin qilsa majbur bo'lgan bo'lsa, 20-30 yil oldin Xitoy bilan to'y qilgan pasqinlar bormi? Bor biz millatning. Bormi yo'qmi? Masalan, men jinatchini o'z ko'zim bilan ko'rgan.
Qandaq olab bu yerda bir musulmon turib kafir bilan to'y qilgan. Kafir olabmi tajovuz mustamlik bilan to'y qilgan holat bormisi tashqal ko'raylik men boshqa yerda emas. Anan kanidan bu tajovuzchilar bilan masalan fash qilgan. Qaysi bir ishdan o tagidan tatib qo'y islomda rezil bir ish, islomda og'ir jinoyatning birisi masala. Xitoylar g'alchilik qilgan, sotqinlik qilgan bu ko'rinishlarning hammasi nimani ifodalasa, ichki jihatdan tajovuzchilikni, Xitoylar bilan birga yashashni, ya Xitoylarni yomon ko'rmaslikni qabul qilganlikniki bu ifodalar, namoyandalarga iborat. Endi bu yuqorida bir gap o'tib ketiladi. Mushlarninki ko'pinchisini bir-birisiga noitibak zanjirsimon bir-birisiga bog'lanishlik nurg'un sabablarni bugungi mushu ruhiy holatga millatimizning kap qilishi ta eng boshda millatning sarxillari bo'lgan olim o'limalar ziyolilarning vazifasini ado qilmasligidan tortib apkasak uning kendan ishg'ol bu albatta buningga ishg'ol qilgandan keyin nurg'un ma'lumotga erishish, bilimga erishish yo'llarini tamamen taqqanligi, bilimsiz qoldirganligi nurg'ulgan sabab bordi. Oxirida kishilar nurg'ullari shunday bir tarbiyada cho'ng bo'lganligi uchun bugungi kelgusi nurg'un ziyolilarniki oz sanda ziyolininki uyg'oq millatni uyg'otish uchun harakat qilgan bo'lsa ko'pinchisininki qilinmasligidagi sababmi ishg'oliyatdan keyingi u olgan bilim qurilmasi tamoman kommunistcha bo'lgandan keyin uningdan hamda qozonga nimasi asan cho'mishga shu chiqdi degandek uningda bundoq bir ziyolidan garchi u uyg'ur bo'lgan bo'lsa bu millatni yetaklaydigan boshqa bir fikrni bizning talab qilishimiz ortiqcha masala emasmi yani? Chunki u tarbiya tegidan olgan u tarbiya millatni yetaklaydigan, millatni uyg'otadigan, millatga siyosiy bir ong tushuncha beradigan bir tarbiya emas. Ozsandagilar qanday yetishdiki hamda qolgan ko'pinchisi bu shaklda bo'ldi hamda. Millatning ondagi taqdiriga, shu taqdirimiz qanday ekan degan bu ruhiy holat kap qilishimi uzun yillik bu nimaning kaynidan nim deb tushunish kerak bu masalada. Taqdirimiz emas deb tushunish kerak, yo balo qazo deb tushunish kerakmi? Jinoyatimizningki jazosi deb tushunish kerakmi? Bu hamda necha tarmoqli savol bo'ldi. Birinchi bu taqdir masalasida bu ilohiy taqdir, ilohiy jazo. Biz ko'pincha bir ishni qilamisak taqdirimiz shu ekan. To'g'ri, Allohning irodasi shu. Chunki Allohning irodasi koinotda hech qanday bir narsa tavermaydi. Ammo Alloh taolo bizning buyruq musulmon bo'lsang, zulmga bosh egmaysan dedi biz. Xo'sh. Sana tajovuz qilgan bo'lsa, sen qarshi qurol ko'tarib kelgan bo'lsa, sen bu qarshi qurol ko'tarib edibini berdi. Bunga amal qildingmi, amal qilmadik. Sen bir musulmon bir millat, o'zingga boshdan birini sayla, rahbardan birini sayla, ittifoq inoq o't. Diniy birlikni, milliy birlikni qo'g'dadi. Unga amal qildim, unga amal qilmadik. Dinni hayotingda amaliy ijro qil. Unga kelmadik. Bizda bu diniy tushuncha xunuklaşib ketgan bo'lg'achqa, dinni faqat masjidga 5 vaqt namoz bilan, aninkani 6 iymonni yodlab qo'ysak tugaydigan 5 minutlik ish bilan, nayt pulimiz bo'lsa 2% birimiz zakatning yoki bermaymiz, umr pul topsak hajga boramiz, ish tugaydigan qilib. Amaliyotda biz islom bu hayot demak. Bu hayotning siyosati va bu hayotning iqtisodi va bu hayotning ko'rishi va shuning qadam qo'yish demakdir. Ilgari to'xtaldik bu. Islom demak bu siyosiy tarafi va buni. Devlet bağımız İslam'dı var. Siyasi prensip bağımız var. Hakimiyet bağımız var. Davgaça devlet kurmay durup İslam'ın icra kıyığını bulmay diye Müslüman deyip ilgir katımı toxtadı. Bunun amel kıldık biz amel kılmadık. Xudoga şükür 5 vaqt namazlık insanman deb faxrlanamiz özümüz. Bir perzini ada qildik, qolgan nurg'un farz va yuklangan. Bunaqa nima deb qiyomatga javob beramiz? Buni o'ylamadik. O'zimizni o'zimiz oldik. Shuning bu yerda bu taqdir ekanmiz. Bu taqdirdimi bir qoida borki, tarixda ko'p takrorlangan Allohning koinot qo'ygan qonuniyatdan bor. Misol olsak, bizga bir kasal yuqqan bo'lsa, kasal bo'lish Allohning taqdiri, kasalga qarshi turishmi u Allohning taqdiri. Maq, taqdirga vaqtida mustamil tushib qolish Allohning taqdiri, koinot Allohning irodasi tavrmaydigan bo'lg'achqa, ammo buningga qarshi turishmi bu Allohning buyrug'i bilan, bu Allohning taqdiri. Nima uchun ma taqdir kelgancha amal qilgan olmaymiz? Bu bir taraf. Ikkinchi bir tarafi yuqori deyilgandek ko'plagan qarindoshlarimiz masalan kommunistlarning ideyasi bo'yicha tarbiya oldi, undan boshqa nimani kutgan bo'ldi. Alloh taolo insonga aqldan iborat
erkinlikten ibaret, erkinlik yok zaten bizde. Akıldan ibaret büyük bir nimet mi verdi? Tabi halatda bu akıldan ibaret nimet iman bilen birleşken vakti zor bir kuch olur. İnsan 15 yaşını aşkı vaxtida aldığını hesaplamagan takdirde bir oylanış gerek. Özünün kimlik hakkında, kıymet karış hakkında, ata-anasının ki turmuş şekli bilen bu kafirlerin turmuş şekli arasında nima uchun mushkun qag'allıqı, xorliqni bo'layotganligida nada olsun bir o'ylanish kerak. Çünkü bunun ichidan anda o'ylanganlar bormizmi? Ammo o'ylanmay hozirgacha İstanbul Üniversitesi o'qiyotgan bir qism masalan, boshqa yana qo'yib turli, İstanbul Üniversitesi o'qiyotgan bir qismlar ya qurultayga nimasi kelmaydi, siyosat kirib qolamizda. Mesela adamni ko'rashmaydi yoki anglashimcha xato bo'lmasa, yoki ma'arifdan qashiq kelmaydi, yoki o'quvchilarning ishiga ega bo'lgan suqburaxandan qashiq kelmaydi. Ayrim bir jamoat bo'lib, ayrim bir guruh bo'lib yashab kelaylik. Ham tirildi-mi, tirilmadimi uni uqmayman. Demak, chet el turibman maqvatdan shu qo'yib turdi. Xali uzundan chetga chiqishlar bo'ldi, Yaponiyada o'qish bo'ldi, u yerda o'qish bo'ldi. Erkinlik bormiz bu yerda, bor, material bormiz, bor, o'zining kimligini bilish bormiz. Nima uchun bu ruh tiklanmaydi? Vatanda o bana ko'sa, chet elda nima uchun tirilmaydi bu ruh? Hozir siyosatga aralashib qolib qolsak, xizmat qilinmaslik vatanda, ya'ni Xitoyning mashina olmaslik deydi xizmatdan maqsad. Yoki urug' tuqqanini ko'rishamiz, qaysi bir banani ko'rsatsin, bu vatan millat qarta mas'uliyat ruhi shakllandimiz yo'q. Bir qism qarindoshlarimiz va hali yuqori saviyada hozir ustaqi bir belki ish qilayotgandi, masalan, qalamining netisini men ko'rib boqmadim. Yuqori saviyada o'qiganlar. Qaysi sohada olsun? Mayli u sohada olsun, mayli bu sohada o'qib qolsin. Demek bu yerda iman ne'matini qadrlamaganlik, aqlning ne'matini qadrlamaganlik, o'zining mas'uliyatini to'nib yetmaganlik, xulosaliga vaqtida ahvol mush shu ekan, taqdirga tambirel deydigan o'lning falsafasi bo'yicha mush dushman bilan surkilishib o'ttamay, taraf-to'riq qilmay, degini bo'yicha nega boshlasa, shu bo'yicha yashaydi deydigan ruhiy tushkunlik, ya'ni mustamlikani, tajovuzchilikni qabul qilish xarakteri, yoki dushmanni e'tirof qilib bo'ysunish xarakteridan kelib chiqayotgan omillar bo'lishi mumkin. Xo'sh. Endi mustamlikani qabul qilishning ko'rinishlari haqida biroz konkretlashib baqsak. Mustamlikani qabul qilish ko'rinishlari bir qancha. Buning birinchisi Xitoylar, tajovuz Xitoylar tangan vaziyatni o'zgartirishga yoki hech bo'lmasa uning ziyonini azaytish urinmay o'z bet qabul qilish. Elbette tajovuzchilikni yoki mustamlikani qabul qilish ko'rinishining birinchisi tajovuzchilarning nima qonunsiz hammani bosh ustiga ijro qilish. Bu bizda eg'irimiz eg'ir. Bir yerdan kelsa, Jongyangdan keldi, bir yerda edi, oyat kelib bo'lg'icha oxirida janoz chiqarildi. Ammo Xitoyning boshqa yerlarda u mustamlik tushmagan bo'lg'ich, masalan, Hong Kongni misolga olsak, Shanghayni, Xitoyni qabul qilmadi, qarshilik bo'ldi. Oxir natijaga erishimiz, natijaga erishdik. Ammo bizda oldi-kayni qarmay, hech bo'lmasa ig'ir darajalik ig'ir ziyonliq bir qonun bilan yengil ziyonliq bo'lgan bo'lsa, men yengilroqni ig'irdan saqlanadigan shu bo'lmadi. Masalan, an surishtirmoq darhallam surishtirmoqmay turib, turmoq tashlaydigan, zindon tashlaydigan g'olchilar bizda ko'pmas ko'p. Xitoyning jinoyatlarini oqlab turadigan, dallollik qiladiganlar har sohada bormisi bor. Mesela biz özümüzdeki bir kalsak, Xitoylar tanga vaziyatni qabul qilish dedik birinchi ko'rinishi. Masalan, tajovuzchilar bizni nima deb qaraydi desa, yot millat emas. Bizga o'zi olib ketganlar degan atalg'ini ishlatamiz. Boshqa yer tonishtirmadi, yot millat emas, o'zimizning odamlari bu deydi. Bu bizdan deydi. Demam Xitoy. Boshqa tajovuzchimi shu deydi. Biz qo'pab sana yot, biz sana o'xshamaymiz. Seninki jamoatingga, sulolangga tava emas degan gapni qabul qilmay, ha bir o'xshaymiz, qarindosh o'xshaymiz deb qabul qildi. Burunmi qabul qilganlar bor-da? Hozirgacha bormisiz bu? Ening kendan bu aqid dunyodagi eng insonlikni tutib turgan aqid deydigan narsa bu. Aqid tahdid kuchtirishimi uni qarshi ifoda bildirmaslik. Bunimiz bizning dinimizda aqida dinning birinchi maqsadi bo'lganligi uchun buning uchun jon qurbon qilindi, mal qurbon qilindi, boshqa narsa qurbon qilindi deydigan falsafa, prinsip. Bu bo'ldi, biz bu bo'lmadi. Endi insoniy hurmat dafsanda qilinsa, unga ham e'tiroz bildirmaydi.
Ana vatanning ismi o'zgartirilsa-mi, uni ham sukut qilgan. Ahvol bormi? Mushulama hammasi nima ifodasi? Xitoylar tangan vaziyatni aynan qabul qilganligini ko'rsatamiz, aynan qabul qilganligini ko'rsatdi. Masalan, yana tajovuzlar bizningki dunyo qarashimizni, turmush odatimizni va tasavvur qilish shaklimizni sen lepongcha yashaysan dedi. Lepongcha tafakkur qilasan, lepongcha e'tiqod qilasan, lepongcha yashaysan dedim boshlang'uchdan tortib, afsuga lepong ro'yida o'rganishdi. Mush o'rnakni biz tangdimiz tangdi. Buni ba'zilarimiz qabul qildikmi desa, ba'zilarimiz qabul qildik, ba'zilarimiz qabul qilmasak. Lepong ro'yida o'rganganmiz deb uningga o'xshash yana nechilagan bizningki kimligimizga, qimmat qarashimizga, kulturimiz, madaniyat hech narsa o'xshamaydigan bir o'rnakni e'tirof qildik. Hatto uni faxr his qildik. Bu xil turdik o'rnakni qabul qilgan shaxslar bormi? Bu xil o'rnakni qabul qilgan shaxslarning mavjud bo'lganligi, Lepongning aqidasini o'rganish, Lepongning turmush shaklini o'rganish, Lepongning yonbijimizini o'rganish, madaniyatni o'rganish desak, masalan, shuni qabul qilgan shaxsningki maydon kelganlik nimani ifodalaydi? O nima amalkan o kichikdan boshlab boshsiz degandek boshlang'ich maktabdan boshlab bizga o'rgatdi bu narsani masalan. Har qanday Uyg'ur maktabda o'qib baqqan bildi bu narsani. Andakin cho'nglarning shu bu maktabda hamda majburiyat o'rganishamdi. Cho'nglarning bir millatning ichidan ancha-muncha yoki sanoqliq g'alchilarning tigi tamoman shu aşıq bilen, bütün vücudu bilen Xitoyga xizmat qilgan munofiqlarning chiqishi hamda bilgan Sharq Turkiston davlatimiz bo'lib qolgan, qurilgan, shu yashayotgan bo'lsak ham har qanday bir davlatda Turkiyadan bormasanga, unda munofiqlar, boshqalar davlatni sotadiganlar. Boshlang'ich maktabdan tortib o'rgatgan biz ashunda bir ishg'ol asli tug'alg'i uchun hech kimning u yerda bir qarshi chiqish nimasi yo'q. O kitobni bizga Uyg'ur tilida kim tuzib berdi? Şu hakimiyet tizgizdi-da bu narsani. Yo'q, demak shu qalamni tavratgan oshni millatga oliyjanob o'rnak ruh qilib tikilganlar. Hech bo'lmasa oshning ismini turgizganlik kim? Bu 37-yilda kommunistning ideyasi bizning vatan qadam qo'shib boshlaganmiz boshlagan o'ygansiz-meniki vaqaliklar qarsak. Ening kendining sayfining azizlar uning kendiki g'olchilarda bu shu tasdiq bormi, imzo bormi? Qo'llash bormi? Masalan, kooperatsiya davridagi reallik qaraslar Aşolniki o'zining mansibini saqlash, huquqini saqlash uchun millatga naqadar zulm qilganligini to'xtatdi dedi. Va tajovuzchilik bo'lsin, vatanimizni besib olganmiz. Ma millat, musulmon millat, aqidasiga chaqilmaysan, tiliga chaqilmaysan, qimmat qarshiga chaqilmaysan deb hech bir shunchalik bir yerga urinmasdan butun Xitoyningki, Marksningki, Lenin, Mao'zedongningki ideyasini millat tatbiqlash bu nimaning ifodasi? Demak, Xitoyning mustamlikasini qabul qilganligini ifodasi emasmi? Lepong ro'yini amaliy o'zi qabul qilganlik va jamiyat shuni tanqanlik emasmi? Endi kendi bu vatanning ismi hali burun tortib Xinjiang deb atalsa buni qabul qilganligi bu Xitoylarning tajribasiniki birinchi qatim natija qozonganligini shu yerdan ko'rib olgan bo'ldi. Bu birinchi shakli. Ikkinchisi mustamlikani qabul qilish ko'rinishida ishsizlik. Balkim boshqacha ifodalash mumkin qarindoshlar. Bu yerda tajovuzchilar yoki mustamlik qiluvchilar mustamlikka tushib qolgan millatni moddiy jihatdan yoki iqtisodiy jihatdan kambag'al qoldirish uchun butun vositalarni qo'llaydi. Boy qilib o'tilaydigan ahvol asosan bo'lmaydi. Mustamlik qilgan millatning ko'pincha qarsak unday ish bo'lmaydi. Nima uchun esa? Chunki bir millatda, ya'ni mahkumlikqa duch kelgan bir millatda ishsizlik avjasi axloqsizlik, masalan, o'g'irlik deymiz, parxo'rlik deymiz, ipdan satish deymiz, josuslik qilish degan qo'shin nurg'un kasallar avladi. Bu yer pul ehtiyoj sababidan nurg'un kasallar avg'andan keyin bu tajovuzchilar bu millatning ichidan o'ziga sodiq xizmat qiladigan rasmiy va g'ayr-rasmiy g'olchilarni topib chiqish uchun millatni qasddan holatda kambag'al qoldirdi. Masalan, tariximiz qarab boshqasi qo'yib turib. 30-yillardan olsak, yana oldiga ketmay, u vaqtda bir qatim butun iqtisod musodir qilingandek bo'ldi. Bu tarix kitoblik aydan. Ikkinchi qatim kooperatsiyada 20 yil jarayonida
millatning butun mol mulki yana bir musodir qilindi. Xo'sh. 3-qatam 2017dan boshlab yana bir qatam yuz berdi. Tarix takrorlanib o'tamiz, bu vaqtda takrorlanadi. Ammo biz bundan hech qanday ibrat olmayapmiz. Bu ikkinchi ko'rinish. Uchinchisi bilimsizlik. Buni bir ilgari to'xtaldik, bu yerda bir az boshqacha to'xtalamiz. Tajovuzchilar mahkumlikqa duch kelgan millatni to'liq idora qilish uchun buni aqliy jihatdan va fikriy jihatdan tug'mas qilishni planlaydi. O'qisin deydi. Lekin aqli bek ishlab ketmaydigan bo'lmasin deydi. Yoki ishlab ketadigan bo'lmasin. Yani normalroq o'qisin, mutafakkir darajada o'qib ketadigan, o'tkir aqlli o'qib, unda sharoitlarni bular bermaydi. Masalan, material keng bermaslik, yuqori darajalik ustozlar topmaslik degandek, fikr qilinmaydigan darajada o'qiding, diplom bormiz, qo'l diplom bor, ammo yuqori saviya bilim olish fursat bermaslik. Bu tajovuzchilikning planimiz plan. Endi keyin tushunchalarni egizpas qiladi. Masalan, bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan bizning qimmat qarashimiz bilan Xitoylarning ideyasini qabul qilgan qarindoshlarimizning Uyg'ur til qarindoshlar qimmat qarashida farq bor, albatta farq bor. Masalan, biz dinimiz farz deb qaralgan, o'zimizning milliy kimligimizning turk deb qaralgan narsalar, ba'zi qarindoshlarning nazarida radikallik deb qaraladi. Ularning nazarida bu kaynid qolganlik deb qaraladi masalan. Xo'sh. Enin kaydır bu mustamlikini Xitoylar bizga nima deb tanishtirdi desa, madaniyatlashish va boyilish deb tanishtirdi. Hatto bir qism g'alcha kadrlardagi burungi vaqtlarda boy odamlarning 30 qalasi bo'lib qolsa, 30 qo'y bo'lib qolsa, eng boy hisoblanadi ekan. Bugun mening 400 qo'yim bor mana. Gon nimaniki, kompartiyaninki marhamati bilan. Marhamati. Boy bo'ldim deb. Shu darajagacha dutlik bormi desa bu? Zulm bo'lsin, xorliq bo'lsin, sotqinlik bo'lsin, mol dunyo bo'lsin. Başka şey yok. Anlam buzulganlığı. Ama bu tajovuzchilar, yani muslimlikchilar bir millet mahkumlik duch kelgan bo'lsa, buning ichida bilimsizlik avjagan, ya bilimsiz ahvol bo'lib qolsa, bundan bek foydalanishni obdan beradi. Chunki mahkumlik ko'nib qolgan millatlarning ichida tajovuzlar tarafidan berilgan unvonlar bilan faxrlangan. Masalan, burungi vaqtlarda Wang degan Gomindanning zamonida yoki burun tarixiy kitoblarga qarasak, Uyg'urlardek Xitoylar unvonni berib qo'ysa, Uyg'urniki cho'ng davlat qurganlarimi? Qo'mmoqda. Ya u davlat qurmoqlik Uyg'ur davlati va uningdan boshqa yerdami Xitoy mandaq unvonni berdi deb shuni faxr his qildigan. Masalan, u ko'rinsa, hozirgi vaqtda masalan biz seni Shanjang desa, yana biz seni Bijmin desa, buni ular faxr his qildigan. Yoki o'zining xizmat belgilari, masalan, saqchborimiz deymiz, yoki yana bir porimiz so'g'amiz, buni sharaf his qildigan, yoki kiyim kechgan sharaf his qildigan, bu xil tuyg'u bormi? Buni millatim berdimi, xalqim berdimi, vatanim uni o'ylashmaydi. Tajovuzchininki bergan unvonlarni va uning xizmat belgilarini sharaf his qildigan, bu xil illat bu nima gap chiqadi? Mustamlikani qabul qilganlik, e'tirof qilganlikdan gap chiqadi. Bu vaqtda mutafakkir olimlar Muhammad G'azalining bir so'zi bor, naql qilsak bo'ladi. Seninki düşmanınga xizmat qilishing uchun rasmiy ish buyum bo'lishing shart emas. Dushman xizmat qilish uchun ish buyum bo'lib tizim o'tish shart emas. Sening dot o'g'anliging, aqlingni ishlatmaganliging, dushmanning plani moslish berganliging, uni ijro qilib berganliging seninki dushman xizmat qilish jihatda yetib oshadi. Bizda bu xil illat, bu xil kasal bormi desa, bor. To'rtinchi mustamlik qabul qilish ko'rinishi axloqiy tushkunlik yoki axloqiy buzilish. Ham tajovuzchi dushmanlar mustamlik tushgan millatni axloq jihatdan vayron qilishga har vaqt urinadi. Bu arab diyaridan bo'lgan, boshqa yerdan bo'lgan. Chunki axloq millatni himoya qilgan eng chong qo'rg'on. Axloqning buzilishi insonga diniy ruhni, diniy aqidani suslashtiradi. İnsandaki vicdanni buzadi bu. Masalan, bugun yuz berayotgan vijdonsizlik, axloqsizlik nima narsa axloqning buzilishining ifodasi. Buning doirasi keng. Masalan, eng oddiy bundan fahishni misolga olsak, fahishiga qadam qo'ygan bir kishi, er bo'lsin, ayol bo'lib qolsa, vijdon uni turamdi. O'zining iffat nomusini sotalagan yerda vatanni sotib o'tmasmi? Xalqini sotib o'tmasmi? Yana bir narsa sotib o'tmasmi? Demak, bu yerda insondagi ruhni o'ttiradigan narsa bu axloqsizlik. Shunga bu yerda
bizga o'xshash mahkumlik tushgan millatlarda masalan Tang'isxonniki, Payishxonniki yana bir uylarni olib ketish sababi shu jamiyat yoshlarning irodasini sundirib, buning turmushini faqatlam ko'ngil shahvati bilan mashg'ul qilish, shu orqali irodasizlashtirib yo'qotish bu burundan tortib tajovuzchilar qo'llanib kelgan bir usul. Beshinchisi ko'rinishi bo'linish. Biz yuqori degandek bu bo'linish bizda Xitoyda kelishi ilgari shakllanib bo'lgan bundan keyin taximmi avjaldimiz avjaldi. Tajovuzchilar har holda mustamlika ostiga tushib qolgan millatning ijtimoiy jihatdan birlashib qolishi yoki bir birlikni ifodalaydigan bir cho'ng organning ostiga kelishi yoki bir tashkillik faoliyat qilishni qat'iy xohlamaydi. Ham unga ruxsat qilmaydi. Ruxsat berib qolsa o'zi kontrol qilib olgandan keyin bir tashkilot ruxsat berib qolsa yo birlikka yoki o'zi qarshi tura olmagan cho'ng bir tashkilotni yig'ib tutish uchun yangidan tashkilot qurib chiqish mumkin. Bo'lmasa tashkillik birlik ichida harakat qilishga ruxsat qilmaydi. Shunga mahkumlik tushib qolgan millatlarni yurtvozlik bilan bizga o'xshash shaharlik, sahrolik ayirib bir-birisiga yomon ko'zish bilan bir qarindishim deydigan ruhni o'tirashi, oqtog'liq, qartog'liq ko'ni hikoya melik mashhur. Endi u bo'lmagan bo'lsa, men hozir yana bari janub bilan shimollik bor. Bu yo'qolmadi masalan. Janublik va shimollik dedi. Bu bir bo'lishdan bir shakli. Pan islomizmchi deb baxtdi, pan turkizmchi deb uni qilib baxtdi. Bir qismimizni millatchi dedi, bir qismimizni dinchi dedi, bir qismimizni diniy ziyoli, bir qismimizni fanni ziyoli deb turli ideya orqali bu millatni bo'lib keldi bo'lsa, bo'lib keldi. Hozir buningga guruh urinib bo'lishga, ya'ni urinyotadi. Bunga diqqat qilmay dinimiz buyurgan innamal mu'minuna ihva degan bu keskin buyruqqa amal qilganimiz. O'z vaqtida bo'lib ketgan Kaprasiyada Xitoylarning falsafasini ya kommunizm nazariyasini aqlash uchun biz shu kommunizm, Lenin, Marks, Mao Zedong ideyasini qabul qilganlar bir qag'al buning qatori kirmaydi desa, ba'zilar bu Qur'ondagi innamal mu'min ihva degan oyat chiqarib o'tmasak, bu falsafaga amal qilganmaydi bir qism noahli go'ylar endi Xitoy yo'l ko'rsatdi. Bugun kunlikda bu tamamen aksicha. Xitoy ideya jihatdan böyle parçalanmaya qolgan, ya'ni biz ba'zisiga ularga uqmay turib dastlab soldigan va uqmay turib ya diqqat qilmay turib uni taraqqiy qilib turgan kasal borimiz bor. Bu yerda shuni eskartimizga bizga o'xshash mustamlaka tushib qolgan bir millatning ideya ko'rishi eng yuksak darajada avjiga chiqqan bo'ldi. Ideya ko'rishi millatning ichida tarafdan shakllangan bo'ldi. Ma'ning oldini olmay turib millatni bir yerga kelman, bir nuqtaga kelman deyish u tasdiq to'xtaydi. Xo'sh. 6. ko'rinishi madaniyatsizlik. Tajovuzchilar, masalan, bizni misol olsak, Xitoylar bizni madaniyatsiz ko'rsatib, ma'naviy ruhimizni ojiz ko'rsatish yoki ma'naviy ruhimizni yengish maqsad qildi. Masalan, ibtidoiy bir millat, madaniyatsiz millat, biz olmagan bo'lsang yashayolmayding yoki mashinaga chiqolmayding deganga o'xshash bu xil so'zlar orqali ma'naviy jihatda ruhiyatini izishga urinadi. Bunun bo'ysungan odamlar bo'lib qolib qolsa qanday bo'ldi desa, biz mush Xitoyda ayrılib qolsak yashamaydiganmiz yoki madaniyatsizlikdan qutulolmaydiganmiz yoki jonimizdan boqolmaydiganmiz deydigan tuyg'uga kelib qo'ydi. Tajovuz millatning har qanday bu usulnishi. Bu xil tuyg'uga duch kelgan odamlar nima ish bo'ldi? O'zidan o'zi xudiksiraydigan, o'zini to'van ko'rdigan, o'zining millatining kultur urf-odatini yomon ko'rdigan yoki yaratmaydigan, tajovuz Xitoylarning madaniyatlik ilg'or deb qaraydigan, ularniki paskin mehnat ishlari bo'lsa, hatto xalq ziyonli ish bo'lsa, uni madaniyatning simvoli deb xuddi Minkoxan va uningki atba'lariga o'xshash tashabbus qilgan ahvollarga duch kelamiz, duch kelamiz. Xulosalgan vaqtida bu bizga masalan ojizlik, hamma tarafdagi ojizlik, iymoniy ojizlikdan boshlab tarbiya ojizligi, moddiy, siyosiy, iqtisodiy ojizlik, bo'linish, kambag'allik, shaxsiyatchilik, savodsizlik, yurtvozlik, ta'lim tarbiya saviyasining tuvanlashib ketishi, ma'rifningki bizning kimligimizga tamoman zid bo'lishi, prinsipning ziniga bo'lsin, mansibimizning huquqimizni saqlab qolamizda ba'zilarningki podshohga o'xshash qilmish etmishlari bu yuz beryapti hozirdan tortib. Axloqiy chiriklik, madaniyat safaning tuvanlashib ketishi, birlashish yoki birlashamizmi hamkorlashib harakat qilish engninki bo'lgan yo'qolib ketayotganligi ham biz nimani ifoda etsa mustamlikani qabul qilsak bo'ladi deydigan omillarni ifodalaydi.
Demek bu kesel var, bu parçalanış var. Bunun ifadesi mustamlikenin davamlaşıdır diyen. Bunun hemmesi ağır kesel. Bu kesel yo'qolgan vaqtida Xo'sh. mustamlikenin qutulgani oldu. Eğer bu kesel davamlaşıp etse, yani mustamlikenin qabul qildigan, kutib oladigan, mehmon keldi degan naqshiga o'xshash, yani ish davomlashaverdi. Bu yerda yani shuni eskartdimizki, tajovuzchilar bir millatni besib olsa, faqat o siyosiy vaziyatini kontrol qilish, ijtimoiy vaziyatni kontrol qilishda to'xtab qolmaydi. Buni uzun mezgil qo'l ostiga kirgizish uchun bu millatning ruhini tamoman yo'qotish uchun uning aqidasini yo'qotishga urinadi. Biz necha vaqtimiz buna diqqat qilmay kelaylik. Uning ideyasini buzishga, axloqini buzishga, qimmat qarashini buzishga urinadi. Buni unutib qolsak bo'lmaydi. Endi ahvol bu saviyaga yetib qolsa bir millat nima ish bo'ldi bo'lsa, masalan, bugun biznikini misolga olsak, tajovuz dushmanlar nima ish qildi bo'lsa, ishorat berib qo'ydi. Ijro qildiganlar kimsa bizning ishimizda. Bizni dafsanda qildiganlar, kimligimizni vayron qildiganlar, tutib solab berdiganlar, sotadiganlarimiz kimdan bo'ldi desa, Uyg'ur tilliklar ko'pincha. Chaqadiganlardan tad. Mana mustamlikni qabul qilgan vaziyat shakllansa, tajovuz Xitoylarni qildigan ishi, ishqanda o'tiraplar ishorat qil. O'z yig'ida o'z go'shtini qo'rish. Ya buyruq berdi yoki bir fikrni kallasi sap qo'ydi, ijroni kallasi ishlamaydigan dötlar, vosita o'g'anlar, futquli o'g'anlar, shular ijro qildi. Bu nimaga ahvoli siyosiy ansaviyat to'g'ri bo'lish shaklda. Tarixda bir mashhur gap bor, mag'lub bo'lgan millat g'oliblarni do'rashga urinadi. Bu shu gapga asosan bizning ishimizda har sohadan, har aqimdan soha turga ayirmasın. Şu her sahada. Her saha, her aqimdan Xitoyga g'olchilik qildiganlar, sotqinlik qildiganlar ko'plab tepilib turishning sababi bir şey. Yani ichki jihatda mag'lub bo'lganlik, ichki jihatda tugashganlik yoki o'zininki kimligini qo'dab qolmaganlikdan kelib chiqib qolgan. Bu mustamlikni qabul qilishningki ko'rinishlari. Xo'sh. Hakikaten yani uzun meslekten her birisine ayırım paranlaşık gittiğin derecede bir-birisi bilen zich bağlanğan. Hem de elbette bunun ama cevap veriş elbette ayrım bir program bozulduğun bir temadaki bir cevap talep kıldığın bir sual bence hazır soraydıganım. Mustamlikiden muşundaq bir ahvaldan, muşundaq bir ruhi düşünceden bu fikir andan qutuluşning asası nimaga tayindir desek qisqa bir ifodalab berishga qanday qilamiz? Mustamlikadan qutulishning birinchi sharti yoki Xitoyning tajovuzdan qutulishimizning birinchi sharti bizniki birinchi qilib dushmanga xizmat qilish. Dushmanga xizmat qilish tayyor turish ideyasidan qutulish. Birinchi qilib dushmanga xizmat qilishga ya siyasi jihatdan xizmat qilish yoki iqtisodiy jihatdan xizmat qilish. Masalan, Xitoyniki Alloh taolo bergan jazosi bo'lgan virusga qarshi yordam bergan bir qism noahlida Turkiyada ba'zida xabarlar chiqdi-ku. Xo'sh. Iqtisodiy jihatdan yordam berish yoki fikriy jihatdan yordam berish yoki tashviqot jihatdan yordam bir qalamkash g'olchilar bor oramizda islomga millat to'xtamay hujum qilgan. Masalan, bundan qutulish. Xizmat qilish tayyor bo'lsa, ya pul uchun tayyor, ya mansab uchun tayyor, yoki ruhi o'lgan, yoki kommunistning ideyasini qabul qilgan, yoki bir tarafi bor bo'lgan xizmat qilishida. Yoki buni boshqa ishbaldilgan vaqtida mustamlikni qabul qilish iqtidori bor. Bundan qutulish birinchi shart. Ya'ni mushu Xitoy tajovuzchilaridan cho'qim qutulish lozim. Mustamlikadan tamoman biz ajrashimiz lozim etgan mush ruh tiklansa, mush siyosiy iroda yoki bir siyosiy ideologiya falsafa bo'lish mush shakllansa qolgan ish shakli. Bu xil ideya, bu xil ruh, millat xarakterlik har bir shakllanib qolib qolsa, endi qutulamiz. Agar bu xil ruh ega olmay qolib qolsak, birisimiz u yo'lmas, yana birisimiz ta'dir yo'lmagan Xitoyga sotqinlik, g'olchilik qilganlar her zaman tepilib turamiz bo'lsa, tepilib turdi yuqori deganimizdek. Chunki tajovuz Xitoylar bizning ijtimoiy kuchimizni biraz sharhlaymiz ijtimoiy kuchini. Ijtimoiy kuchimizni o'z irodasi xizmat qilishga yuzlandirsa yoki yuzlantiralisa, tajovuz Xitoylar bizning ijtimoiy kuchimizni o'zining manfaati xizmat qilinadigan yo'lni yuzlantira oladi ekan.
va bu ijtimoiy kuchlarni bizning qo'limiz orqali parchalashga, o'zimizni, ya'ni o'zimizni parchalash kuchi yetar ekan, siyosiy vaziyat qanday bo'lib ketishidan qat'iy nazar mustaqillikda so'z ochqilinmaydi, hurlikda so'z ochqilinmaydi. Yani ikki xil masala o'tirib qo'ydi. İjtimoiy kuchimiz deganda, ijtimoiy kuchimiz deganimiz, ijtimoiy kuch deganimiz olimlar. Men mutlaq oldim. Ya'ni bilim odamlari. Mayli diniy soha bo'lsin, fanniy soha bo'lib qolsin, birsa shu bilim odamlari Xitoyning kontrolligidan chiqolmaydi ekan, shularning yuzlantirishidan yoki masalan hozir nima bo'layapti desa, diniy sohalarni bizga sog'in nima o'qibman, ammo boshqa sohalarni diniy sohadagi bilim odamlari bilan fanniy sohadagi bilim odamlari orasida to'xtamay ziddiyat shakllantirishga urinib o'tamiz. Buning bir qismi Xitoy istixborot ijro qilgan bo'lsa, bir qismini idea krizi ijro qiladi, bir qismini Satqullar ijro qilyapti. İctimai kuchligimiz birisi olimlar umuman, ikkinchisi hokim, ma'murlar, u yo'q zaten bizda boshqalarning qo'lida. Aning kayindan boylar, yozuvchilar, gazet jurnallar. Yani xulosaga olib millatning moddiy va ma'naviy kuchi. Xo'sh. Mushu ijtimoiy kuchni Xitoy qachonlik o'z yuzlantirib tura oladi ekan va u ijtimoiy kuch orqali bir-birimizni parchalashga, masalan, surgun tashkilotini men hukumat demadim hozirgacha. Chunki o sifat ego bo'lmasi uchun hozir 1-5 qilib parchalash iqtidori bo'ldi ekan, mustaqil so'z ochqilinmaydi. Shunga bu mahkumlikdan, qulluqdan qutulishning yo'li mutafakkir olimlarniki peshvosi ya jamiyatshunos katta olim mutafakkir Malik Nabiy o'tirib qo'ygandek, tajovuzchi dushmanni qalbinglardan, aqlinglardan, fikringlardan chiqarib o'tasanglar, uni yo'lnab qilish, yoki uni yaxshi ko'rib qilish, yoki bitarafini yoritib qilish, yoki uningdan o'yrilishni faqat xolimaslik degan qo'sh. Bu illatlarni aqlinglardan, qalbinglardan chiqarib o'tasanglar, ening keyinda zamininglardan, vataninglardan chiqib ketdi. Yo'lmush. Bizda bu nafrat emas. Dinimizda muhabbat, nafrat deyilgan cho'ng bir aqida. Xo'sh. Mush aqida shakllansa, qalbimizda chiqarib etsak, aqlimizda chiqarib etsak, faoliyatimizda chiqarib etsak, ya'ni yaxshi ko'rish tarafini yoki e'tirof qilish tarafini chiqarib olsak, endin vatandan chiqib ketadi. Xulosaga vaqtida mustamlikni qabul qilish kesili bu boshqalarni yuqtirib olgan kasal. Chunki musulmonning xarakteri emas. Boshqa kasal bo'lishi mumkin, o'g'irlik qilishi mumkin musulmon, hatto fohish qilib salishi mumkin, aroq ichib salishi mumkin, edim o'ttirishi mumkin, lekin mustamlikdek tajovuzlikdek bu xorlarni qabul qilish musulmonning xarakteri emas. Demak, bu yuqtirib olgan bir kasal. Bu kasal qachon bizga o'sha musulmonlik paydo bo'lib qoldi desa, o'zimizning bu dunyoga kelishga maqsad nishonlarini unutib qolganligimiz. Parvardigorimiz bilan bo'lgan aloqaning buzilganligi, sabab natija qonuniyatiga sal qarag'anligimizdan kelib chiqqan bir kasal. Demak, bizning siyosiy kasalimiz yoki bizning tajovuzchilik sirtdan kelgan tajovuzchilikdan bakrak ichki jihatdan paydo bo'lgan, ya'ni qalbimizdagi yoki fikrimizdagi yoki psixikimizga mustamlikani qabul qilish kasaldir. Xo'sh. Biz hozir ko'pincha Xitoyga atib qo'yamiz. Ammo men psixikimizdan chiqarammayapmiz. Psixikimizdan nafrat paydo qilamayapmiz. Psixikimizda bu dushmanga qarshi siyosiy ruh tiklayapmiz. Bu kasalning doğrusi bormi? Doğrusi o'zimizni o'zgartirish yoki mustamlikani qabul qilish, kasaldan tamoman qutulish. Xuddi Qur'oni Karim bu yerda bu qonunni bizga eskartib, innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bir millat o'zini o'zi o'zgartmaguncha, ya'ni mustamlikani qabul qilishdan iborat bu xarakterni yo'qotmoqchi Alloh taolo bularni mustamlikni ko'tarib o'tmaydi. Bu qonuniyat mana shu. Mush oyat amal qilgan vaqtimizda endin Xitoylarning zulmidan, mustamlikadan chiqib ketamiz. Bu qonuniyat amal qilmasa, sharkat qilmasa, qalbimizdan bir tarafida yana Xitoyni yaxshi ko'rdigan, masalan, hozir baloy ofat kelsa, balkim ba'zi noahli bo'lib duo qilish mumkin. Ba'zilar yomon bo'ldi, Xitoy jiq o'lab ketami deb ish og'irtishi mumkin. Bo'lsa Nuh alayhisalom duo qilgandek dunyoda bir simi qolmay tugab ketsa bu malon kafirlarga qo'shib bo'lamiz. Demak, bu ruh tiklanmay qolib qolsa, bu qulluqdan, mahkumlikdan qutulib bo'lmaydi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Oxirida virusning gapini qilib soldingiz ham demoqchi. Albatta millatning o'tirisini nurg'ulg'an fikrlar bo'lyapti. Allohning balasi deganlar bo'ldi, xo'sh bo'lib, albatta xo'sh bo'lish haqqimiz bor.
Onun kendi muhtayına oyun deganlar bo'ldi. Ta hozir talatasish bo'ladi demdi bu masalaga. Bir ikki og'iz gap qolamsiz ya. Bu masalada men cho'nqur izlanmadim, ammo shunda deyishki bo'ldiki, agar Xitoyningki o'yini bo'lgan bo'lsa, Xitoy asalli kontrol qilgan bo'ladi, nurg'un odamlarni ziyon uchratmagan bo'ladi gapirdi. Balkim ba'zi qarindoshlarimiz deyishi mumkin, 50 million, 60 million odam o'lsa to'g'rilar degandek, bu osongo Xitoy baxbolanmagan chaqda. Bu 50 million, 60 million odamning o'lish masalasi emas. Xitoyning dunyodagi obro'yiningki tugash masalasi. Xitoyning iqtisodiningki chetdagi munosabat chet el davlatlari bilan qamal qilinishi bilan iqtisodining kengayib chiqinishi, siyosiy obro'yiningki to'kilishi, Xitoyning har zaman bir vabo ekanligi, Sarisskilar uning oldiga chiqqani, bu Xitoy bilan o'tash qo'pash qilgan odamningki, bu gulningki demak, xafalikqa duch kelganligi, yiqilish bo'lmaydigan iborat, yuz to'kilish. Xitoy davlatiningki obro'yining to'kilish masalasi bor bu yerda. Bu e'tibor bilan bu Xitoy bu suiqasdni ko'tarib chiqdi deyish sal jiroqroq. Agar Xitoy planlagan bo'lsa, Xo'sh. u darajada unda badal to'lamasdan, u iqtisodini qo'yib tursak bo'lmasdan, 100 obro'y masalasidan hujum qilgan bo'lishi mumkin. Balkim Xitoyda planlagan bo'lishi mumkin. Balkim bu ishdan keyin biz tarafida Fransiyadan kelgan biznasini degan u xabarlar yo'q emas bor. Modda o'g'irlab, bir tarafida Amerikada o'g'irladimi bir xabarlar, har xil mulohazalar bor. Xulosalar vaqtida mening tushanchamda buni Allohning jazosi deb qo'yadi. Chunki musulmon qarindoshlarimiz xalq qo'ldan kelishi duo qildi, sabab qildi, yozmalar yozib bizga bo'lgan zulmni to'nitgan bo'lsa-mu, ammo hokimiyat sohasida hech qanday bir sada bo'lmadi. Aninkada dunyo ellardami bunchalar bir ig'ir qirg'inchilik qarta inson huquq nuqtasidan bo'lsin yoki demokratiya nuqtasidan bo'lsin bir sada bo'lmadi. Ilohiy qudrat aralashdi deb qarashga bo'ldi. Allah Teala'nın ki sen bu yer neçe milyon Müslümanını qamab dünyadan ayırıp zulüm kıldın. Sen mi zulümün qanda olduğunu qamal kız qanda ol tetbaq deb Allah Teala biz oylamagan, bizning kuchimiz yetmagan velillahi junudus samawati vel arz asman zibinin askarlarimiz Alloh Teala. Allah Teala biz ko'z kelmagan, biz e'tibor qilmagan askarni ish qilib Xitoyni edipin birishni ya Xitoyni ogohlantirishni ya boshqa dunyo musulmon ibrat qilib haqasin qilmasang bu yerda dua qilganlarning duosi ijobat qilgan Parvardigor bor deydigan bu xil sadoni birishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Shunga bu yerda suiqasd nazariyasi o'tirib aytish balkim ehtimolliqmi yiroq emas, lekin Allohning azobi kelgan degan bu nimada Xitoyniki umuman nopos e'tibori bilan o'tganda bir qatim bu bizning vatandagi zulmlarni anglatish bilan Arab dunyosidagi e'tibori musulmon millatning nazarida hatto Yevropa millatlarining g'arb dunyosida jiq tushdi Xitoyniki e'tibori. Dunyo xo'jolab qolib qolsa, mana mushunda kuchayib qolib qolsa insonga ofat bo'ladigan degan hukm shakllanadi. Bu kasallik bo'lsa, bu Xitoy bilan muomala qilgan vaqtida yo berish qilish qilgan vaqtida inson vabo ekan degan bu hukm yana shakllanadi bo'lsa shakllanadi. Chunki buni biz xo'sh bo'ldigan, biz foydalagan taraf. Chunki Allohning jazosi, Allohning g'azabi desak, bu orqali o'zimizni sal adam qilib, o'zimiz sal harakatlansak, o'zimizning mas'uliyatni tonisak, Allohning har zaman bizga yana o'ylamag'an yordam beradiganligini tushunganim bo'ldi bu nuqtada. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Programimizni shunday oxirlashtiraylik. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi 32-sonimizni mashada oxirlashdi. Rabbim ömür berse yana bir qatimliq programmamizni oldimizga hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.